Kütüp turganingizda yana men o'sha Javohir Official. Yana bugun yangi video, bir shu 3-chi va 4-chi videomda shu adashmasam. Qaranglar, bugun qanaqa o'yin o'ynasak, men ko'p o'yin o'ynab qo'ydim. Yacha va Brokovina nima sekretar joylar ko'rsatuvdi sizlarga. Ko'rsatib qo'yaymi? Hozir kirib Wi-Fi'da har doimgidek yomon qattiq uzoqqaman. O'rtada yomon katta masofa bu Wi-Fi'ga. Men ko'p uzoqqamanda boshqa joyga olmayman hozir. Mana kirib oldim. So'z kirdik. Sekretar joylar ko'rsatuvdi. Pat ishim chiqib qoldi uchun nima qildim? To'xtatib qo'ydim videoni. Shucha kamgina video bo'ldi. Hala obunachilarim 6 ta. İltimos sizlardan podpiskani ayamay bosib tashlanglar. Men xursand bo'laman. Nikilarni yozib ketinglar kommentariyada. Men albatta durust tashlab qo'yaman o'zim. Endi nima unikida. Portugaliyada Ronaldo bor. Xullas. Uzoqqamiz. Qizbachalarim o'yinni buzib qilganim adashib. Valensiyani ko'rsatdim u qismda. Hozir yomon zo'r, yomon dahshat joy ko'rsataman. Yana bitta do'stingizni masalan hayron qoldirishga joy ko'rsataman. Birinchi variantni ko'rib olaylik. Deylik qanday kirganini hozir tinti olib olaydi. Hozir panorama olib olay. Biz taraflarda shamol bo'lib yotibdi. Shamolga ovozim yaxshi kelmayotgan bo'lishi mumkin. Mana kirib oldik. Kirib ketishimizga buni mana yoqqa qo'yib qo'yamiz. Hoppala. Qo'cha qo'y. Hozir milisalar. Hozir tavshini eshittiring. Eshitibsizlarmi? Qirg'iz qo'yadi. Endi biza mana yomon o'zgarsak mana Henex bossaylar do'stlar. Kimdir bilagan berdi. Kimdir bilagan berdi. Tinti ham qo'yib ketdi. Voy, bilagan kimdir. Qilib yig'lashga shoshilmang. Behtimal men bilaman. Uni yarashdi. Ana yo'q. Xullas, do'stingizni hayron qoldirasiz yoki odamlarni hayron qoldirasiz. Hozir o'sha joyga borib olaylik-da. Birinchi navbatda havorani oldiga borib olasiz. Короче, Durzachilarim yomon ko'p. 700 bitta bo'lib ketibdi. Durzachi. O'zim ham hayron qolib buncha durzachidan. Mana shuni tunnelga tushib olasiz. Men ayamasdan hammaga durust tashlayman. Mana bu shahar bor-ku, domla. Shu domla ustiga bosasiz. Mana yoqqa chiqasiz, böyle kirib ketasiz. Mana buni tagiga, mana shu yoqda, mana shu yoqqa kirib olib skey qilaydi. Mana favorini tagidan. Siz bu yoqqaligingizni bilish uchun odamlar mana olib teta qo'yib olib paqsangiz hamma pastga qaraydi, pastga sportligingizni biladi. O'shaning uchun
bankdan kimdir yana o'g'irlabdi pul. Hozir sizlarga ham ko'rsataydi. Yaxshi bo'lib ketdi belli. Belli ketdik. Ana, adashmab harflar bossanglar ochilmaydi, bir qaranglar. Hozir yopilsin-da. Harf bosing ochildimi? Ana. Ha, belli. Domni bosanglar-da, harfni bossanglar ochilmaydi. Hozir men sizlarga yana bitta sekretlar narsani ko'rsatay. Boshi sipa qilyaptimi, yonimga turib boshi. O'zi odamlar bormi? Qaraychi. Borak odamlar. Hozir men sizlarga bitta yomon zo'r narsani ko'rsataman. Yomon sekretlar. Unaqa narsani men papkada topib bo'lmaydi. Mana papkalarda. Hozir bitta narsani nima qilib olaydi? Mana masalan mana bu pulli. Hozir mana bu nima qilaylar? Spawn. Yoshcha tanishmoqchi bo'lyapman bilan. Tabiiy qal. O'zbek assalomu alaykum akajon de. Sen başka davlatlıysan, ben sana nima qilaman? O'zbek bo'lsa assalomu alaykum akajon desang. Hello deyishiga bo'laydi. Go'zal o'qib hello deb kelibdi o'zi. Qo'limga muchala chaqillatib cho'qib o'tibdi qo'limni. Mana shunaqa qilasizlar. Ko'taril. Mana shu yoqqa kelasizlar. Mana o'zini nurda taralib o'tgan bo'ladi. Mana shunaqa qo'llaringga paydo bo'ladi. Syomkaga deysizlar bo'ldi. Keyin durazachilaring kirib qoladi. Topasizlar durazachilaring oldiga. Telefon salgidiydi qo'tadi. Garajda oldiga borasizlar. Boshini olasizlar. Manillatib darvozani ochasizlar. Ya'ni garajda. Manillatib garajga yopasizlar. Manillatib ona yoqqa tushib ketasizlar. Man qilib tushib ketadi. Manillatib haydamoqchi bo'lasizlar, lekin tiqilib qo'ygan bo'ladi. Manillatib yoqqa qo'l qo'yadi. Lamborghini. Ha, belli. Bu tarafga to'g'ri mana. Manillatib bu ishni bosib Aman ulan şimdi olmayı bırak. Короче, mana shunaqa qo'lim ixtanib, ko'zni yopib olib yuraverasizlar. Bekon qaniydi? Mana. Bekonga tashladik. Ko'pincha bakon deb yozadi, lekin bekon deb o'qiladi. Kimdir uyi bor ekan. Uy yo'q ekan. Uy yo'q ekan. Afsus. Короче, Mastikil gollarni ko'tarib olib millatib yuramiz. Короче, mana buni bossanglar oldi ko'tariladi. Yana yo'qotib qo'ydim mana. Mana shuni bossanglar oldi ko'tariladi. Belli, короче, mana oldim. Oldan ko'tarib hammani lol qoldirib yuraverasizlar. Hoppale drift ham qilyardi. Mana qilib yurasizlar. Hoppale qilib drift qilishga o'rgataydi sizlarga. Mashinalarga qizlar dolu bo'ladi. Hannalar qilasizlar. Hozir qizlar domanglar, qizlar esa harakat bo'ladi uchun drift qilmay qo'yadi.
Ama bunga qilaman drift. Shunga yomon zo'r drift bo'ladi. Ko'rib turganingizdek mana buni mana shunga tegasiz, 0 qilib qo'yasiz shuni. Keyin tezlikni ham oxirigacha oshirasiz. Mana shuni bosasiz. Plyusda o'zim ko'payib turib ekanman. Maksimum tezlik 55. Boshqalar sotib olgan zo'r tezlik. Sal qolsa arqa bilan kirib ketaydi. Men sizlarga hozir birovni uyiga qanday kirishni o'rgataman. Bechora hali endi kiribdi, ancha iskan qilolmagan. Endi ko'paytiraylik. Bir durzachimni oldiga boraylik. Men shu haydamasligim pand beradi-da menga. Qalaysiz? Shuni uydan delete qilyapsiz. Bitta yutamiz. Sekretar joylarda ko'pini ko'rsatdimiz. Men boshqa bilmayman-da. Xullas, videoni shu joyda to'xtatamiz. Hammaga xayr, ko'rib turgan hammaga insof bersin, podpiska bossin, like bossin. Aktiv 1000 ta bo'lsa, yuzimni ko'rsataman. Shuni aytib qo'yay, bo'ldi, xayr.